Bunaqasini birinchi marta ko'rishim. Shuncha yil mashina haydab ko'rmagan ekanman. Va razvorot ko'ryapsizlarmi? Bardak bo'lib qolishini. Qaraydi, chap tomonda mana chap tomonda razvorot belgisi turibdi. Razvorot bardak bo'lib qoldi. Ko'ryapsizlarmi? Nari yoqdan burilishyapti, bu yoqdan ham burilishyapti. Dabdala bo'ldi razvorot. Boshida ko'rgan videolarni nari yoqdan turib olganman. U yoq taraf eski 117 tomondan kelyaverish. Bu joyi general uzoq deyishadi. Bu yoq taraf Orzu chorrahasidan kelyaverish. Orzudan keldingiz, mana bu yerda mana razvorotni mumkin qilib qo'yilgan. Eski 117 ipekchilikdan kelyverishda ham razvorotni mumkin qilib qo'yishibdi. Azizlar, videoni ko'rdinglar. Bu videoni nima qilyapman? Xuddi shu joyda 3-4 konni ikkita haydovchi o'rtada bir-biriga lo'p-lo'p to'xtab qoldi. Endi ikkalovi ham haq. Kim bu yerda yo'l beradi? Azizlar, mana haydovchimiz hamma joyda razvorot belgisi o'rnatilsa, qarama-qarshi tomondan kelayotganda mana bu to'ru bir belgisi, buyuruvchi belgi o'rnatilgan bo'ladi. Bunga haydovchilar bunga odatlangan. Endi bu ish noto'g'ri deyishingiz ham mumkin. Lekin yo'l harakat qoidasida bunaqa qilish taqiqlanadigan joyi yo'q-da. Shuning uchun balkim shunaqa o'rnatib qo'yishgandir yo'l belgisini. Yo'llarda harakatlanyapsizlarmi? Yo'l harakat qoidasiga amal qilinglar. Ehtiyot bo'lib harakatlaninglar. Kanalga podpiska bosinglar, like bosib, yaqiningizga tarqatib qo'yinglar. Shu joyda ehtiyot bo'linglar. Sog' bo'linglar.